Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Mush ayning 10 kuni Gollandiyaning Amsterdam shaharlik parlamenti Amsterdam parlament a'zosi Sulaymon Koyunjo tarafidan sunilgan qaror loyihasidagi vatanimizning nomini Xitoy ishg'olining simvoli bo'lgan Xinjiang nomining yeriga Sharq Turkiston nomini ishiltish haqidagi qaror loyihasini qabul qilgan. Bu haqda Yevropada turist tarqaldigan son xabar to'rida Amsterdam shaharlik hukumat tarixiy qaror chiqardi. Amsterdam majlisi Xitoy Xinjiang deb ataydigan rayonga Sharq Turkiston nomini ishiltishni qaror qildi. Amsterdam buningdan keyin rasmiy hujjatlarda Xinjiang yeriga Sharq Turkiston nomini ishiltidi deb yozgan. Amsterdam parlamentining olgan bu qarori Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik qarshisida tik turish va Uyg'ur xalqining tarixiy kimligiga qilingan hurmat bo'lib, bu qaror loyihasida Xinjiang so'zining mustamlik nomi ekanligi, bu nomning Uyg'ur xalqining va Sharq Turkistonning kimligini yo'qotishni maqsad qilgan bir ism ekanligini, Sharq Turkiston nomining xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Uyg'ur xalqi tomonidan qabul qilingan bir ism ekanligini o'ttirib qo'ygan. Bu qaror loyihasini sungan Sulaymon Koyunjo axborotlarga Amsterdam bugun faqat bir ismni tanlamadi, balki zulmga uchrayotgan bir xalq bilan bir safda turganligini e'lon qildi. Uyg'urlarning tarixi, kimligi va madaniyatini tanidi. Shundaqla bu qaror mustaqillik, kishilik huquq va madaniyatini qo'g'dash yo'lida kurash qilayotganlar uchun bir umid bag'ishlaydi deydi. Xabarda bildirilishicha, bu qarorda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa parlamenti va har qaysi kishilik huquq tashkilotlari o'ttirib qo'ygan Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini ta'kidlab o'tgan bo'lib, Amsterdam shaharlik hukumat buning qirg'inchilikka uchrayotgan xalq bilan bir safda turadigan tasavvurning bir qismi ekan. Bu haqda Gollandiya siyosatidan xabardor kishilarning bildirishicha, garchi shaharlik parlamentda bu qaror loyihasi majlisdan o'tgan bo'lsa-mu, shaharlik hukumat vakili Xinjiang nomi yerga Sharq Turkiston nomini ishlatishni qabul qilmadi. Bundaq ahvolda hukumatning parlament qarorini e'tirof qilish yoki rad qilish huquqi bo'ladi. Ammo mayli qanday natija bermasin, bu Yevropa va dunyo tarixida besilgan bu vaqtdagi tunji qadam va muhim bo'lgani bir shaharlik parlamentning bu qaror loyihasini qabul qilishi deydi. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Xitoyning kemisozlik sohasidagi zakaz qabul qilishi oldingi o'xshash mazgildagidan 68% tushib ketgan. Xitoy uzun yillardan buyon dunyodagi kemisozlik sohasidagi tijoratning ko'p qismini monopol qilgan. Ammo 2025-yilning oldingi yarmida Amerika va Yevropaning Xitoy qo'ygan jazolash va cheklash tadbirlari natijasida Xitoy kemisozlik sohasining zakaz miqdori o'xshash mazgildagidan 68% tuvallab ketgan bo'lib, Ningbo transport savdo cheklash shirkati mas'uli Xanning bu haqda bu tuvallash asosligi yer sharidagi kemisozlik tijoratining Amerikaning Xitoyning paroxod yasash sanoatiga qaratgan tadbirlaridandir degan. Trump vazifaga o'ltirib uzun o'tmay, Xitoy kemisozlik sohasiga qarshi Amerikaning paroxod zavodini jonlantirishni maqsad qilgan bir qator tadbirlarni e'lon qilgan edi. Oldingi asrning 80-yillarida Amerika xalq uchun ishlatiladigan paroxod yasash sanoatidan voz kechgandan keyin o'tgan 15 yilda Xitoy bozorni monopol qilgan. 4-oyda Trump hukumatı Amerika portlariga kiradigan Xitoy igdorchiligidagi tijorat qiladigan yoki Xitoy zavodlarida yasalgan har qanday paroxodga to'xtash haqqi oldiganligini e'lon qilgan. Yevropa parlamenti bugun Xitoyning serak to'pini g'arbga qarshi qurol sifatida qo'llanganligini o'ttirib qo'yib, Yevropaning xom materiallarini o'zi ishlab chiqarish va ba'zi sohalarda o'zining kon boyligini echishning qadamini teziltishni o'ttirib qo'ygan. Bu Yevropaning bundan keyin Xitoydan keladigan xom ashyoga tayinishni azaytishni boshlaydiganligini ko'rsatadi ekan. Yevropa parlamentida 523 kishining qabul qilishi, 75 kishining qarshi chiqishi va 14 kishining ovozdan voz kechishi bilan ma'qullangan qarorda Xitoyning harakatining o'rinsiz ekanligini, Xitoyning Yevropaga qarata ta'minlash zanjirini halqili xom ashyolar uchun qurol sifatida ishlatganligini qabul qilib, Yevropa ittifoqi cho'qim muhim tovar va texnikada o'zining hal qilg'ish afzalligini aniqlab chiqib, uning rolini ishlatishi va o'zini kuchaytirishi kerak deganni o'ttirib qo'ygan. Yevropa parlamenti komissiya va a'zo davlatlarni Yevropaning muhim xom materiallar nizomining yo'li qo'yilishini teziltishga chaqiriq qilgan bo'lib,
Bu nizamda Yevropa İttifaqının xam əşya təminləşinin bexətər, köp tərəfdən və sicil bo'lishigə kapolatlik qilishni maqsad qilgandan boshqa yana Yevropa İttifaqının öz ziminida kan ichish va bir taraf qilish iqtidorini asliga keltirishning lozimligi ta'kidlangan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysınlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.